Tezroq gapiring, olasizmi yo'qmi? Sabr qilib turing, ozgina aylanay bir ko'ray. Juda menga mashinangiz sal-pal yo'qmidi. Rasmda boshqacha juda ham zo'r edi-ku. Nima men shuncha ertakdan vaqtdan kelib shunday kiyib yuribman, bekorga olmaysizmi? Men ham butun bir qishloqdan kelyapman, juda kilometr uzoqdan kelyapman, taksi. Rasmda boshqacha edi, hatto bitta aylana qilib chiqay. Hey, qancha tezlashing. Men hozir klinika sotib olaman bo'lgan bilasizkin. Bo'pti, xo'p, mayli olaman. Tak, xo'sh, orqasi bor ekan, orqasini ochib ko'rganmisiz? Orqasi sharsi yo'q, o'ylayman ki sharsi yo'qning ichida orqasi bo'sh. Aniqa? Dada, pulni bering tezroq, men ketaman. Mayli, xo'p, 1 mana 2 3 4 5 6 qilib pulimni bersangiz. Mayli, charchaving, mana sizga kalta. Voy, mayli ketib qoldilar. Kameraman barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan iyla bo'lgan video o'xshashlar. Xullas, bola men shahardaman-da, bola nima desanglar bilan sizlarga aytaman. Bola, qarochi menga shu kunlarda juda ham katta orqasida kuzov bir mashina kerak bo'lib qoldi. Va men internetda mashina qidirdim va buni qidirganimda mana bu mashinani topdim. Bu esa juda ham go'zal, chiroyli, yorqin edi va men shuni olishga kelsam, aslida mana bunday ekan. Mayli, boriga shukur deymiz. Qishloq amallar bo'lib yetishim kerak. Tak, qani eshikni ochamiz. Chunki narsalar joylashish uchun katta mashina kerak edi. Qani, oy, xudini mayli. Tak, qani bu ish qilib zavod bo'ladimi bu? Zavod bo'ldi bola. Qani bu yuradimi o'zi? U yuryapti. Bola yuryapti. Tak, sekin yuryapti, mayli chiqsa yo'q. Xo'p, sekin amallab bizga bo'lash qishloqqa yetib olishimiz kerak. Qishloqqa borib orqasini ochib, mashinani polniy moyka qilamiz. Tak, qani unda gazda bo'lsamiz, shuni oxiriga ketaversam qishloqqa boraman. Sizlar bilan esa qishloqda ko'rishamiz bo'ladi. Normalniy yuryapti mashina bo'ladi. Sekin-sekin siltanni qishloqqa yetib olsak bo'ldi. Ilya bu mashinada qishloqqa yetib keldi. Bola qarochi yomon tutyapti, mashinam cho'tan yetib, balonni kelyapti, ammo yetib kelib orqasini ochishga harakat qildim, ocha olmadim, lekin yomon shig'irlayapti, mashina juda yaxshi mashina, mana deb o'ylayapman, mayli hech qisi yo'q. Biz endi buni bunday aylantirib, sekin mana shu yerdan o'tib ketishimiz kerak. Jetelni uyini buzib yubordim. Yo'q. Oy, qo'y, sekin. Hoy. Bu yoqqa. Hoy. O'zimni uyimni buzib yubordim. Bola, buni ruli ham yaxshi ishlamayapti. Nimaga buni nega unaqa bo'lyapti? Uyimni ham buzib yubordim. Attang, qani endi bitta argon olamiz. Bola, buni ruli yaxshi ishlamayapti. Bursam burilmayapti. Bilmayman nima bo'lyapti. Qani sekin mana shu yerga qo'yamiz mashinani. Bo'ldi. Mana hayot. Bunday mashina olgandan ko'ra olmagan yaxshi edi. Men esa uyimni buzib yubordim. Attang. Voy, kirka kerak. Mayli, bola qarochi amallab yetib keldim. O'zi ham 9 soat yurdim, ishonasizlar bu mashinada. Вообще undan ko'ra velosipedda yetib keladim. Bu tezlikda jetlarni to'g'rilab qo'yish kerak. Menga hali ming'ir sang'ir qilib o'tadi. Oppa, ana bo'ldi. Endi biz bolalar bu mashinani orqasini ochishimiz kerak. Tak. Ochilmayapti. Kirka bilan ochib ko'raman. Nima bo'ldi? Balon teshildimi? Voy, balon. Voy, balonlar zo'r turgan ekan. Voy, yaramas, aldab sotdi menga. Voy, bola yurmayapti. Kirka bilan bitta ursam yorilib ketdi. Voy, yaramas. Buni qanday ochaman? Ochildi. Tak. Sandiqlar. Voy, men aytdim bunga narsalar zo'moq qo'lsam yo'q. Asab bizda. Tak, narsalar borkan bo'la, qiziq olmosli va oltin sandoq bo'la. Vo, qiziq, lekin buni ochib ko'rish kerak. Qani bilan osib bilan qotirilgan ekan. Mana ishni ochib ko'ramiz. Tak. Nima bu? Dollarlarmi? Yo, bo'la, buni egasiga qaytarish kerak bo'lsa, men erta politsiya chaqirib oladi. Tak, bu sandoq bor ekan. Vo, qanday narsalar? Kitobni ochib o'qib ko'raylik-da. Mashinada narsalarni olib qoling, yaqinda
Iliya degan lo'qqa mashinani sotib yuboraman qolib ketmasa okey. Nima? Men haqimda men lo'qmas. Stop, bola. Bizning naqd 98 odam obuna bo'lmasa ko'rsatar ekan bu juda yomon deganini takishda kanalga obuna bo'lib qolinglar. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Ismay, basharangga qo'ygan yoramas. Yo'q, unda o'zim shu degan o'shadan qaytib yurmayman, bola. Endi men bo'ymanmi shunda? What the fuck? Men bo'ymanmi shunda, bola? Bola, men shunda bo'yman. Bu haqiqiymi yo falsifikami ko'ramiz-a. Takmometr moduli bor ekan, iPhone, smartwatch, AirPods va yana moduli bor ekan. Ko'ramiz-da, davaychi bola. Bu qiziqdim juda. Tak, kitoblar, men kitob o'qimayman. U tangalar, AirPods. Nima ekan? Sabzi. Nima ekan bu? Bu nimani bilaman, buni bir to'g'ri uyimga qo'yib qo'yaman. Vo, ichida kорабль, vo. Yangi telefonli bo'ldim, sharsa qilmaydi. Mana kim kelsa ham kodini ocha olamiz, hakkerlik qilib mashinam kalta. Yana nimadirlar bor ekan bizda. Nima bu? Bu qovoq, chelakmi? Bilmam. Bu anaqa temirchilik uchunmi deyman. Xo'p, endi nima bor ekan sandig'ida? Bu bo'shadi. Tak, bu yerda nimadirlar bor ekan. Hammasi ko'rib chiqamiz avvalo. Xo'sh, hammasi ko'rib chiqish kerak. Bu kitobni ko'rdik, olib qo'yamiz. Xo'sh, nima ekan? Tok uy, bu haqiqiy emas ekan, oddiy ekan. Mayli. Nima ekan? Uy, bu haqiqiy ekan. Izmurt bronya. Ajab bo'pti, izmurt bronyasi qoldinglar. Battar bo'laring. Bu mashinaga benzin bo'lsa kerak. O, yaxshi, как раз benzin qo'yamiz. Bu, gaming kreslo ketmoqdi. Va qandaydir notebook. Ishlar ekan. Yaxshi. Va qandaydir printer bor ekan. Yaxshilar ekan. Bu nima bu? Qandaydir kalit. Bu nimadir kalit ekan. Bu nima ekan bu? Bu nimaning bilan bo'ladimi? Qaranglar. Ko'rdinglar? Lazer bo'lar bu. Buni biz bilamiz hozir. Tep ketsam, o'ylamay aytib qo'y bo'lar. Buni biz hozir biz bilamiz. $600 pul. Vo, bu nima ekan bu? Bu ani bo'lsa, qani? İşlemez ekan. Mashinam. Ortga, gaz. Ortga. Bu sandiqlar uzilib ketibdi. Yo'q. What the fuck? Mashina bo'lgan sani qo'yag'i. Endi nimalar bor ekan bizda? Ko'rdik, mana bu narsani ko'rmayapmiz. Bu nima ekan? Minami bo'la bu? Buni faqat bitta yo'ldan tekshirsa bo'ladi. Men hozir bossam ishlamaydi, vallahi. Kimdir bossa ishlaydi. Hozir biron digital olib kelamiz, chaqirib. Yo, mina portlat chiqadi. Vallahi hozir biz endi narsalarni ko'rib chiqdik. Mashina ichida dovdirlar qoldirib yuborgan. Mayli, hech qisi yo'q. Zaten endi u bizniki bo'ldi. Ajab bo'pti. Ko'proq men lo'qsin qilib ketadi. Mashina o'zidan o'zi pоворотник ishlayapti. Men yo'qmasam ham bilmayman. Mashinani tuzatishga harakat qilamiz. Bola hatto balonlarni to'g'rilaylik. Balonlar buzilib qoldi-yu. Salga qo'yib yubordi, dami chiqib ketdi. Tissayt bir pas yaramas yolg'onchilar. Bu narsalarni uyimizga qo'yib qo'yamiz. Biz endi narsali bo'ldik. Yaxshi bo'ldi zato. Ana pullarga endi mashina remont qilsam bo'ladi. Hozir men skratdan kerakli narsalarni olib kelaman. Xo'sh, olib kelyapman. Skratda faqat shunaqa balonlar bor ekan. Voy, taqilmas ekan bu. Xo'p, mana bundan birlik bu apparat ekan bu. Mashina nimalar yo'lini ko'rsatgan. Voy, yaramas. Mana bunaqa narsasi yo'q ekan. Titiladi, ko'rdinglarmi bu balon? Hozir balon yana boshqa bor olib kelamiz shuni. Olib kelyapman bola, bizda ikkitali balon bor ekan. Tushar ekan bular. Yaxshi. Mayli, kasallik qo'ying bo'lsa, zato yaxshi yursa bo'ldi menga. Qani, ana yonimga qo'yil. Yana teshib qo'ydimmi? Qani endi ko'ramiz. Bitta teshilyapti. Просто balonlar ekan. Zo'r ekan balonlar. Bu kammazaga qo'yilgan balonlar aslida. Endi nimalar yo'qligini bilamiz bu yaramas mashinani. Qayerda bu yerga narsa olsa bo'lar ekan. Nomer bermabdi, yaramas. Xo'p, yana mana shu narsani olib kelamiz. Davay, let's go. Mana bularni esa teshiklarni lavaga o'tiramiz. Hop, ketdi. Let's go.
Olib kelyapman, bola boshlayib turar ekan, qarab tur, shunaqa narsani qo'yish kerak ekan. Qayerga qo'yilar ekan bu? O ana. Qo'yildi menimcha. Endi yurib ko'ramiz. Bu bola endi normalniy. Bu qora tutun chiqadi. Bu ana, endi mashina asfal bo'ldi. Bu ana, o'sha xayrlashigan paytdan ko'p qopdan o'zim yuklarni o'rtam. U endi burishlarni yaxshi qoldi. Cho'tgan qo'ydim bolalar, sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan ila keyingi videoda ko'rishguncha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni chiqasiz. Bu mashina sotib oldik va uning ichidan har xil narsalar chiqdi va mashinani ham sotib oldik. To'ychog'ini endi buni kraskalasak cho'tki bo'ladi. Bu yerga bitta settinglar qo'ysak, o'rnatishni o'rgansak, keyin ko'pchilik oilaviy burjlarga chiqsa ham bo'ladi. Xullas, men endi ana bu pullar rostdan bo'lsa, o'shanga mashinani yangilayman, ketdim. Hamma xayr.